Assalomu alaykum. Tushingizda zaharli chayon ko'rib dahshat ichida uyg'ondingizmi? Shoshilmang. Bu hayotingizdagi eng jiddiy ogohlantirish yoki dushmaningiz ustidan buyuk g'alaba belgisidir. Tushlar sirlarini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Bugun tushda chayon ko'rishning eng maxfiy va sirli ta'birlarini qadimiy manbalar asosida ochib beramiz. Qadimiy manbalarga ko'ra, tushda chayon ko'rish real hayotda tilingizda yoki ishingizda xato qidirib yurgan tili zaharli va ichi qora insondan ogohlantiradi. Bu dushman ilon kabi uzoqdan hujum qilmaydi, aksincha sizga juda yaqin bo'lgan muhitda kutilmagan lahzada zarba berishga tayyor turadi. Agar chayon qora rangda bo'lsa, u nihoyatda shafqatsiz odamdir. Agar u shunchaki o'tib ketsa, xavf sizni chetlab o'tadi. Yana bir muhim holat: tushda chayonning sizga hujum qilishi, chaqib olishi. Agar tushingizda chayon oyog'ingizdan yoki qo'lingizdan chaqsa va siz og'riq sezsangiz, real hayotda, ishlaringizda, hamkorlaringiz bilan muloqotda va sir saqlashda nihoyatda ehtiyot bo'ling. Rejalaringizni, ayniqsa daromadlaringizni hammaga ham aytavermang, chunki ko'z tegishi va hasad sizga biroz to'siq bo'lishi mumkin. Biroq agar tushingizda sizga tahdid qilayotgan o'lgan chayonni o'z qo'lingiz bilan o'ldirganingizni, uni ezib tashlaganingizni ko'rsangiz, bu dahshatli darajada buyuk g'alaba belgisidir. Bu real hayotda barcha qiyinchiliklarni o'z aqlingiz bilan yengib, dushmanlaringiz va ishingizga g'ov bo'layotgan muammolar ustidan mutlaq g'olib bo'lishingizni anglatadi. Rejalaringiz bir pasda amalga oshadi. Aziz obunachilar, siz oxirgi marta tushingizda qanday chayon ko'rdingiz? Uni o'ldirishga urindingizmi yoki u uyingizga kirdimi? O'z tushingizni hoziroq yozib qoldiring. Biz ularni birgalikda tahlil qilamiz. TikTok va YouTube sahifalarimizga har kuni eng qiziqarli tush ta'birlarini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq videoga like bosing va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.